Zina quyish bugungi kunda nechta pulga aylanyapti. Men sizlarga hozir mana shu zina misolida sizlarga hisoblab beraman. Bitta zina nechta pulga aylanishini. O'zi aslida zina metrga hisoblanadi. Xo'p, hisoblayotganda buni birinchi bo'lib bitunni kubichskisini chiqaramiz. Zinamizni stupenkasi 30 sm standart bo'yicha, pod stupenkasi 15 sm bo'ladi va uzunligi standart bo'yicha biz 1.20 ga to'g'irlaganmiz. Ya'ni 1.20 m. Lekin ko'pchilik shuni o'zini hisoblab oladi. Yo'q, bu xato. Pod stupenkadagi mana qalinlikni ham albatta hisoblash kerak bo'ladi. O'shanda bizani bitta pog'ona zinamizda 0.6 kubitskiy betonga to'g'ri kelyapti. 22 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni zinamizning pog'onasi 22 tani tashkil qiladi. O'shanda bu zinamizga 1.3 kubitskiy beton ketyapti. Undan tashqari 100 metr 12 kg armatura va har bir metriga usta haqqi 1 million atrofida pul olganda mana shu zinamizdan summasini o'zingizlar chiqarib olsanglar bo'ladi. Men har doim imorat qurayotganimda zinani ichida hisoblab qurib beraman. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.